Assalomu alaykum, Bobur aka. Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Aka, Taskan Dekor Center'dan sizga sertifikat beryapmiz. Aka, kam bo'lsa ham, oz bo'lsa ham, kichkina mini sovg'amiz. Aka, Rahmat. rozi bo'lasiz-a? Rahmat. To'g'ri bo'lsinlar. Ishlaringizga omad aka. Atachentalarni vashcha zo'r surib qo'yapsiz, boru gap so'z yo'q. Atachenta zo'r bo'lgandan keyin surilishi ham zo'r bo'lar ekan-da. Aka, bitta savol beraman. Taskan Dekor Center'ni atachentalarni olib ishlatyapsiz. Qanaqa atachentalari? Yaxshimi sifati, oqligi? Oqligiga gap yo'qmi? Nima deydi? Svet bermay tursa ham, yarki bo'lmasa hamchi, o'zini oqligiga yetar ekan. Surilishi anchalik, nima deydi? Ko'tarib birida o'tirib qolmaydi, turib qolmaydi, yosh patilda ushlab qolmaydi. Shular yaxshi ekan. Biz uni bungacha nima bo'lmadi? Stigi ham zo'r ekan. Stigi bo'lma, bellari bizniki ulanib qoladi, lenzadan tushib chiqqanda-chi. Ko'p atachenta ishlatganmiz. Endi ulardan yomon demaymiz, lekin yaxshisi ekan uni. Demak, klientlarga va odamlarga tavsiya qilasiz Taskan Dekor Klientga o'zi yoqaradi. Ustiga xo'p, tortilish zo'r ekan. Самое главное, aka, klient nima dedi mashabekni ko'rib? Klient oma boshida atachenta o'zicha qimmatsirab boshqa qilib, hali unamagandek qiluvdi. Lekin shu koridorlarga, hollarga unatuvdik. Putgandan keyin bir xonalarni ham qilib ber deb turib oldida. Emulsiya bo'lgan xonani ham bo'lgan xonalarni ularni putgandan keyin ashuni ustiga tortaylik dedi. Yo'q, demak atachenta yo'qdi aka. Aka, rahmat, joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Rahmat. Bitta ko'rib qo'yinglar atachentaning sifatlarini, effektlarini.